Endi borib Afrani qotilini top. Sen nima qilasan? Sendan nafratlanishda davom etaman. Mayli. Ketma. Yonimda qol. Ayollarning qalbi va tili boshqa narsalarni gapiradi. Ayollar haqida ma'lumotim kam. Menga eng yoqqan jihating ham shu. Xayriyatki, senga yoqadigan jihatni ham topdik. Uzoq harakatlar natijasida. Kel, ko'ksingga boshimni qo'yib, butun kecha yig'layman. Kelishdik. Alo, Eshrefdek. labbay. Mollarim evaziga kelishilgan pulni ertaga olib kelmasang, avval mashinangni bo'laklarga bo'laman. Keyin esa o'zingni. Tushundim. Azimedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Korunur kalplere sevda odağın. Kim bilir hangi gün... Aytenni tanidingizmi bilmadim. Eng chiroyli ayolning ismi. Men sevishni istagan barcha ayollarga bergan ismimdir. Ayten. Kim bilir hangi gönüldür durağın.
Eshitib juda xafa bo'ldim. Nega o'lmading? Aqldan ozganmisan? Menda nima ishing bor edi? Hisob so'rash uchun keldim. Afrani kim o'ldirdi? Bilmayman. Avval ham aytganman-ku. Bu ishga meni nima aloqam bor? Hamma ishni senga bir aloqasi bor, Chig'dem. Bu nima deganing? Eshref bilan gaplashdim. Eshrefni qamoqdan chiqarishing uchun tahdid qilishdi. Kim senga buyurdi? Hech qanday aloqam yo'q. Men ham jabrlanganman. Sen jabrlanuvchi emassan, Chig'dem. Sen bir jinoyatchisan. Nisan, qo'limni qo'yib yubor. Pushaymon qilaman bu ishing uchun, qo'yib yubor. Qo'lingdan hech nima kelmaydi. Yo'qotadigan hech narsam qolmadi. Singlim bilan ham qo'rqita olmaysan endi. Afrani kim o'ldirdi? Mehmonxona kamera yozuvlari qayerda? Hech bir yangilik yo'qmi? Javob ber. Men o'sha yozuvlarni olib kelayotganimda shu ahvolga tushib qoldim. Gapimga ishonmayapsanmi? Sen nimani yashiryapsan? Seni qo'ling bormi bu ishda? Menga ismini ayt, Chig'dem. Qadir. Qadirmi? Qadirning nima aloqasi bor? Mehmonxona uni qo'l ostida. Biz borganimizda kamera yozuvlarini bir qismi o'chib ketgandi. Buni faqat u bilishi mumkin. Chig'dem. Men to'xtamayman. Kim nima desa desin. Boshimga nima kelsa kelsin. Bu ishni tagiga yetaman. Tushunmadim. Bu qizni bu yerda nima ishi bor? Nisanni ko'rdim. Nisan deyapman. Nisanni shu yerda ko'rdim. Qaysi Nisan? Qo'shiqchi Nisan shifoxonada edi. Men ko'rmadim, oyi. Meni ko'rishga kelibdimi? Bugun ancha yaxshi ko'rinyapsan. Biroz. Yomon emas. Unda halokat haqida seni ko'rsatmayni olamiz. Kotibam ham keladi hozir. Nima? Hazillashyapsizmi? Qanaqasiga? Shu ahvolimdami? Rostdanmi? Kela qol. Prokuror xonim, kerakli hujjatlar tayyor. Ko'rsatma olishga ham tayyormiz. Rahmat sizga. Xo'sh, Chig'dem, tayyormisan? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? To'xta, qani ko'raychi. Hozir hamshirani chaqiraman. Jarohating og'irga o'xshaydi. Hamshira xonim. Iltimos qarab yuboring, ahvoli biroz yomonlashdi. Jarohat qonayapti menimcha. Juda ham og'riyapti. Farruh hali uyg'onmadimi? Uni ham chaqiring, kelsin. U vaqtli turib chiqib ketdi. Eshrefdek. Men sovyapti, kesangchi. Sizlar yeyavering, men ishtaham yo'q. Nima bo'ldi? Nisan masalasimi? Ruslar qo'ng'iroq qildi. Agar pulni olib bormasa, mashinani bo'laklab tashlaymiz deyapti. Tavba. Og'ayni kim o'zi bu odamlar? Biz borib gaplashib ko'raylik, balki biror yechimi bordir. Yo'q. Qanaqasiga yo'q, Eshref, qo'ysangchi, bu mashina seni hayoting, o'tmishing, sen uchun qadrli. Hammasi men sababli bo'ldi. Senga nima aloqasi bor, Gurdal? Bo'lar ish bo'ldi. Farruh, qandaysan? Ertalabdan qayerga ketding? Hech kim savol bermasin, og'a. Nima bo'lyapti senga? Nima bo'ldi? So'ramang. Qaysi choy meniki? Xohlaganing. Buni olaman. Og'a chiqdi. Alo. Eshref og'a, bu odamda harakat bor. Chiqmoqchiga o'xshaydi. Bo'pti, boryapman, orqasidan qolmang. Tinchlikmi? Biz ham sen bilan boraylikmi? Keragi yo'q. Mashinani kalitini ber.
Inima. Yo'q, rahmim kelyapti. Mashina uni eng qadrlisi. Hamma narsasi. Biz bu mashinani qaytarishimiz kerak. Rost aytyapman, bugun olishimiz kerak uni. 200 millionni topdingmi? Yo'q. Unda qanaqasiga olasan? Nima bo'lyapti bu bolaga? Tavba. Og'a, sen kecha bir rejam bor deganding. Qayerdan topamiz pulni? Qadrdan olamiz. Kadirdanmi? Qanaqasiga? Shunaqasigaki, bugungacha bizga yetkazgan zararni badalini shu pul bilan to'laydi. Nima deysizlar? Qanday bo'ladi bu ish? Ajoyib bo'ladi-da, ko'rasiz. Meni bir juda zo'r rejam bor. Hamma narsani o'yladim. Ammo avval bir yerga borishim kerak. Yuring ketdik. Qayerga ketyapmiz yana? Voy, indamasdan orqamdan yursalaring-chi. Qamoqqa kirganingdan beri aqldan ozganga o'xshaysan-a. Voy, og'ayni, nima bo'ldi senga o'zi, ha? Senga aloqasi yo'q. Tavba. Alo, Ashraf, xabarni eshitdim. Nima qilmoqchisan u odamni? Hech narsa. Boshlig'i biz uchun muhimroq. Balki bizga yo'l ko'rsatar. Ehtiyot bo'l. Biror yordam kerak bo'lsa xabar ber. Katta rahmat. Nima bo'ldi? Ashraf tinch turmayapti. Hamma narsani o'zi hal qilmoqchi. Xuddi senga o'xshaydi. Xuddi o'zing. Yurishi, o'zini tutishi, gapirishi ham senga o'xshab ketadi. Sokinligi ham. Unday dema. Ashrafni o'g'ling bo'lishini istarding, to'g'rimi, Xidir? Natijada bilolmaymiz. Ya'ni, sening o'g'ling o'lmagan. Yakub ota boqib olgan, to'g'rimi? Hech bo'lmaganda shuni bilamiz. Agar ruxsat bersang, bu ishni surishtirib ko'raman. Balki biror narsa toparman. O'g'lim, iforingni sog'indim. O'lmasdan oldin so'nggi bir bor ko'rsam edi, dunyo kerakmasdi. Shoshmang, biroz dam olsin. Hozirgina unga ukol qilib qo'ydim. Kiyimini ham almashtirdim. Tushundim. Qachon uyg'onadi endi? Kech-kecha uxlaydi. Siz bu yerda kutmang, uyga boravering. Mayli. Ketdi. Turishing mumkin. Rahmat, sog' bo'l. Shunchalik ham meni charchatdiki, kimsan respublika prokurorini aldadim. Sen xohlaganing uchun. Nima xohlaysan o'zi? Pulmi? Unda bu pora hisoblanadi. Seni hibsga olishimga to'g'ri keladi. Shoshma, qachon menga javob berishadi? Ketishing mumkin. Doktor allaqachon ruxsat bergan. Yaxshi. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Xush kelibsiz, Nisan xonim. Hech ham xush kelmadim. Kadir shu yerdami? Kadirbeymi? Kim bo'lsa o'sha Kadirni aytyapman. Avval ruxsat so'rashim kerak. Menga ruxsat kerak emas. Nisan xonim, Tort iltimos. qolingni mendan. Nima bo'lyapti? Kadirni ko'rishim kerak. Xonim afandi, o'zingizni bosib oling. Sizga yo'l ko'rsataman. Qoch yo'limdan. Molni tarqatgan odamlarni topib keldik. Barakalla. Bular hali ham qarshimda tik turishibdi. Afsus. Yosh yigitlar. Nega bunday ishlarga aralashib yuribsiz? Bir daqiqada o'lib ketasiz-ku. Pul kerak edi. Shuning uchun qildik bu ishni. Kechiring og'a. Yolvoramiz og'a. Iltimos bizni qo'yib yuboring. Siz meni kimligimni bilmaysizmi? U yetimlarning otasi.
Istanbulning homiysi. Kadir otani hamma taniydi. Siz qanaqasiga tanimaysiz, iblislar? Demak, bularni siz tarqatyapsiz. Kamiga meni hududimda. Og'a iltimos, Kechiring og'a, iltimos, Kechiring og'a. Kechirish buyuk fazilat. Joningizni olmayman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ammo menga bu mol egasini ismini aytasiz. Og'a, aytsak bizni o'ldirishadi. O'ta shafqatsiz ular. Ha. Shundaymi? Biz ham shafqatsizmiz. Biz ham vahshiymiz. Og'a, Nisan kelibdi, shu yerda ekan. Nima ishi bor ekan Nisan xonimni? Senda ishi bor ekan. Mehmonxonani boshiga ko'taryapti. Senda nima ishi bo'lishi mumkin? Bilmadim. Gaplashib ko'rish kerak. Gapirtiring bularni. Bu mol ishlab chiqarilgan laboratoriyani toping. Xo'p bo'ladi. Bu ishni bizga topshir. Sungur qayerda, Sadiq? Sungur? Yo'lda bo'lsa kerak. Qulog'im senda, birodar, gapir. Hamma narsani batafsil o'ylab ko'rdim, oyi. Umringni sarflashga arziydimi degan bo'lardingiz. Lekin arziydi. Eshrifning eng sevganini, ro'yasini undan tortib olaman. Oyi, sizga Nisanning aslida ro'ya ekanini aytgandim. Oldin Nisanni tortib olaman. Uni beg'ubor orzularini barbod qilaman. Nisanning ro'ya ekanini bilish Eshrifni tamom qiladi. Uni eng og'ir dardlarga ko'maman. So'nggi zarbani berishimdan oldin tirik o'likka aylanadi. Kadir qo'ng'iroq qildi. Nisa mehmonxonaga boribdi. U bilan gaplashmoqchi ekan. Demak, nimanidir aniqlashdi. Menimcha, buni Eshrif aytgan. Kecha tunni Nisaning uyida birga o'tkazishibdi. Nima? Shunaqa. Demak, Kabzimalning ukasi uni ishontira olmadi. Ehtimol. Xo'sh, nima qilamiz? U odamga qo'ng'iroq qil. Ko'rishishim kerak. Uni bulardan xabari bor. Yaxshi. Lekin uyga kelmasin. Eshrif uni yuzini ko'rgan, ehtiyot bo'lish kerak. Bizga manzilni yuborsin. Xo'p. Agar sizga serialimiz yoqqan bo'lsa, uni davomini Yangi TV ilovasida tomosha qiling. Sungurda nima ishimiz bor? Yetimlarning ma'lumotlari Sungurda emasmi? Kadirning puli qayerdaligini ham u biladi. Qanaqa qilib gapirtiramiz? Qiynaymiz. Qiynaymizmi? Qon to'kilmasligi kerak. U ham yetimlardan biri. Shundoq ham bir yetimni olib o'ldirmaymizmi? Nima farqi bor? Bir yetimni faqatgina boshqa yetim o'ldira oladi. Biz emas, Eshrif hal qilsin. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Qayerdasan? Kadir seni so'rayapti. Boryapman.
Nima bo'lyapti? To'xtang yigitlar, tashlang qurollaringizni. Hech kimni o'ldirmoqchi emasmiz. Qurolingizni tashlang. Sungur, qani to'sh mashinadan gaplashamiz. Qurollarni tushiring. Bo'ldi. O'zim hal qilaman. Kutib turing. Sizni Eshref yubordimi? Eshref sendek bir xoin bilan gaplashganimizni bilsa bizni o'ldiradi. Qanday qilding bu ishni? Eshrefni qanday qilib sotding? Yakubotaga qanday xiyonat qilding? Gurdal, bu ish siz o'ylagandek bo'lmadi. Begunoh odamlar o'lishi mumkin edi. Bo'ldi, endi bunaqa bahonalarni qo'y, meni eshit. Bizga 200 million dollar kerak Eshref uchun zudlik bilan. Nega? Nega mendan so'rayapsiz? Sen yetimlarning hisobchisi, kotibi emasmisan? Ha, menman. Xo'sh. Lekin menga pulni joyini aytishmaydi. U holda reja buzildi. Eshref pulni nima qilmoqchi? Nima edi? Senga nima, ha? Senga nima? O'zingni bos Gurdal. Eshref mollarni tarqatmaslik uchun politsiyaga topshirdi. Ruslardan qarzdor bo'ldi. Kadirni qilgan ish sababli ruslarning nishoniga aylandi. Mashinasini garovga berdi. Shu darajada jiddiy, tushundingmi? Xo'sh, beylar nima qilamiz? Reja qanaqa? Xo'sh, Sungur. Aslida menda bir reja bor. Qanday? Meni qo'lga ol. Nima? Meni garovga ol. Qurolni boshim ketira. Tez bo'l. Qolganini men hal qilaman. Bo'la qol. Gurdal, Sungur, yana o'yin qilayotgan bo'lsang, otib tashlayman o'layiga. ahmoqlik qilmang, pushaymon bo'lasiz. Menga qara qanaqa pushaymon bo'lish kel bu yoqqa. Biz hayotimizdan voz kechdik. Biz Eshref uchun bu yerdamiz. O'zingni bos. Menga qara ablah. Nima desang gapir, bo'lmasa hozir otib tashlayman. Menga qara, pullardan qayerdaligini bilasanmi? Ayt. Bilmayman. Lekin boshqa narsani bilaman. Nima? Agar bir hujum bo'lsa, pulni joyi o'zgaradi. Menga qara, pulni joyini bilmasak qayerga hujum qilamiz? Hujum qilmaymiz. Qilmoqchidek harakatlanamiz. Ular pulga borganida ortlardan boramiz. Shunday qilamiz. Mayli, lekin ular ishonadigan ko'rinmayapti. Qanday qilamiz buni? Menga qo'yib bering. Menga ishonishadi. Siz xavotir olmang. Bo'ldi, odamlar shubhalanmasin. Sungur o'tgan safargidek bo'lmasin. Bu safar Kadirni ko'ndir. Biz ham tayyorgarlik ko'raylik. Men yaxshi tushunmadim, beylar. Men senga tushuntiraman, o'g'a. Bo'ldi, Gurdal. Meni bir jonim bor. Jonimdan boshqa narsa ola olmaysiz. O'ldiraman seni. Siz Kadirga hech nima qila olmaysiz. Peshonangdan darcha ochib qo'yaman hozir seni. Qani ot. Gurdal, bo'ldi. Qo'yvar o'ldiray shuni, professor. Bo'ldi, qil. Mavrida emas. Hozir emas. Ketdik. Ko'rishamiz. Kadirni sotarmishman. Men xiyonat qilarmidim? Ahmoqmisiz beylar? Qizni singlisi o'lgan xonaga kiritdingizmi? Hayvonmisizlar? Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Afra shu yerda o'ldimi? Nisan xonim? Afra shu yerda o'ldirildimi? O'ldirildi deganingiz nimasi? Jasadini shu yerdan topdik. Istasang meni xonamga o'tamiz. Shu yerda gaplashamiz. Tashqariga chiq. Chiq dedim senga. Menga aytib berasan. Nimani aytishim kerak, xonim? Yig'ishtir xonim deyishni. Yozuvlar o'chirilibdi. O'chirilganidan meni xabarim yo'q. Bor narsani politsiyaga topshirdim. Hammasini menga aytasan. Sen ham shu ishga aralashganmisan. Kimlar qildi? Gapir.
Bo'lmasa prokurorga qilgan hamma ishlaringni aytaman. Bu odam giyohvand modda sotadi deyman. Nisan xonim, qayg'uyingizni tushunib turibman, lekin kuchingiz yetmagan ishlarga aralashmaslikni maslahat beraman. Aralashaman. Shunaqa balolarni boshingga solamanki, gaplaringga pushaymon bo'lasan. Menga qara. Men Eshrefga o'xshamayman. O'xshay olmaysan ham. Uni tirnog'iga ham arzimaysan. O'zingni Kadir ota deb atayapsanmi hali? Shukr qil ayol kishisan. Biz ayollarga qo'l ko'tarmaymiz. Bo'lmasa shu yerda jazoingni berardim. Ber jazoimni. Nima qilmoqchisan qani? O'ldirasanmi? O'ldir. Yigitlar oldimga keling. Tashqariga chiqaring buni. Hech qayerga ketmayman. Hammasini aytasan. Meni yo'qotadigan hech nimam qolmadi. Qo'rqmayman sendan. Chiqaring tezroq. Qo'yib yuboring deyapman. Bu ish hali tugamadi. Buni tagiga yetaman deyapman. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Eshitaman. Nisan, Dinchar bey sen bilan gaplashmoqchi ekan. Muhim mavzuda. Nima ekan muhim mavzu? Kelajaging haqida gaplashmoqchi. Allaqachon tanlov qilish vaqti kelib bo'ldi. Yaxshi, boryapman. Zekariya mahallasiga boramiz. Xo'p. Yaxshi. Nima bo'ldi senga? Nega kelibdi? Dinchar yaramas boshimizga balo bo'ldi. Singlisini so'radi. Kamera yozuvlari o'chganidan xabar topibdi. Chig'demni ko'zdan qochirmaslik kerak. Ha, men ham shu haqida aytmoqchi edim. Hozir xabar keldi. Chig'dem shifoxonada ekan. Nima bo'pti unga? Halokatga uchrabdi, lekin aniq ma'lumotim yo'q. Aniqlashtir unda. Xo'p, og'a, tinchlan. Yo'q, to'xta. Yaxshisi o'zim aniqlashtiraman. Nima bo'ldi Sungur? Hozir bandman. Alo Kadir, gurdallar kelishibdi. Yo'limni to'sishdi. Pulni so'rashyapti. Pulni joyini so'rashdi. Ruslar tazyiq o'tkazibdi. Ruslarmi? Nima deding, ahmoq? Kadir, men nima deyman? Hech narsa bilmasam, biror chora ko'rishim uchun xabar beryapman. Tushundim. Rahmat. Sog' bo'l. Pulni qidirishyapti. Eshref ruslarga tutib bermoqchi. Yo'l qo'ymayman. Albatta yo'l qo'ymaysan. Hech qanaqasiga topa olishmaydi. Pullar ishonchli joyda. Xavotir olma. Sen baribir joyini o'zgartir. Xo'p, og'a, aytganing bo'lsin. Ha, halo. Omborni bo'shating. Barcha pullarni ko'chiramiz. Siz ortishni boshlang. Men hozir boraman. Hal qildim, og'a. Xotirjam bo'l. Eng so'nggi tarjima filmlar. Jinursin seni. Yaramas Eshref. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling.
Ha, keldingmi? Senga ish bor. Kimdir kelyapti. Nima? Ortimdan kuzatishibdi. Eshref bo'lishi mumkin. Nimalar deyapsan? Bu Eshref. Sen yashirin. Men hal qilaman. Yaxshi, ehtiyot bo'l. Xo'p, tushundim. Seni qidirayotgandim o'zi. O'lding degan umiddaman. Hushyor bo'l. Eshrefga jiddiy qara dedim. Ortidan kuzatishibdimi? Shunday. Seni ko'ribdimi? Alloh jazosini bersin. Seni ko'rsa hammasi tamom bo'ladi. Meni ko'rmadi, lekin buni ahamiyati yo'q endi. Meni ko'rgan odamni qo'lga olishdi. Yigitlarni yubor, Eshrefning ortidan kuzatishsin. U odam o'lik yoki tirik bo'lsa ham topishimiz kerak. Kimniki bu? Ha? Adretniki. Sen bilan ishimiz bitmadi. Hali o'lolmaysan. Menga buni egasini aytasan. Qani Kenan Bey, bizni pullarni oldiga olib bor. Sizningcha Sungur nega bizga yordam berdi? Biror rejasi bordir. Bularning hammasi sotqin. Kadr bo'lmasa o'rnini egallashadi bular. Menimcha Sungur qilgan ishlaridan afsusda. Bo'lar ish bo'ldi. Bundan buyon hammasi bizning dushmanimiz. Begunoh banda yo'q. Gunohlari bilan ko'mamiz. Yo'lning oxirida pulni topsak, qolgani ahamiyatsiz. Professor, sen ruslarga xabar berdingmi? Omonatni tayyorlashibdimi? Ha, shunday. Borgan joyimizga kelishadi, manzil yuboraman. Chunki bu kadr pulni ortidan qolmaydi. Xavotir olma, bir reja o'ylaganman. Ajoyib. Keldim, yo'q eding. Nega? asilmedia.net taqdim etadi. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Ha? Senga nima? Bo'pti, mayli, gapirmadim. Hali ham tugatmadingizmi? Pullarni joylash ko'p vaqt oldi. Shunchasiga ulgura oldik. Qani tezroq bo'ling. Bu nimasi? Qani yigitlar, olg'a. Bular kim bo'ldi? Menimcha ruslar og'a. 200 million dollar pul bor bu yerda. Ketishlarga yo'l qo'ymang. Kadir meni o'ldiradi. Bo'linglar. Ularni hammasini o'ldiring. Bo'linglar.
Kenan, endi o'zingdan ko'r. Turda to'xta, birodar to'xtasang-chi. Qo'y, menga qara, nega ismimni aytyapsan? Aqldan ozdirma meni. Kenan bilan bitmagan masalamni hal qilaman u kelaman. Buni mavridi emas. Bo'g'ilib ketdi. Og'a, siz yosh bolamisiz? Yoping yuzingizni, nima qilyapsiz? Qani bo'ling, ketamiz. Qochdi bu ablah. Buncha go'zal qiz bo'lmasa, nima bo'ldi, Ishraf? Kuzatgan odamimiz bir kishi bilan ko'rishdi. Ammo u odamni ko'rmading-a? Yo'q, qochdi. Hozir qayerdasan? Sizni oldingizga boryapman. Ammo biroz kechikishim mumkin. Biror muammo bormi? Ortimdan odam qo'yishdi. Xo'jayini gapirishni xohlamayapti menimcha. Yana bir telbalikni boshlama. Tezroq biror yoqqa kirib yashirin. Biz boramiz. Qidir og'a, siz meni hali ham tanimabsiz. Men hech qachon yashirinadigan qo'rqoq bo'lmadim. Ishraf. Fistik. Sen bo'lganingda bormi, bularni dog'da qoldirardik. Serialda hozir yangi TV ilovasida tomosha. Qayerda bu mashina? Mana shu yerda. Hushyor bo'ling. Bor qara o'libdimi? Nima bo'lyapti? Siz Ishrafni o'ldi deb o'ylaysiz, lekin qarasangiz, janozangiz o'qilayotgan bo'ladi. O'sha yerdan topdingmi? Qochayotganda tushirdi shekilli. Ismi va familiyasini birinchi harflari menimcha. Surishtiramiz. Bo'lmasa, o'zimizni nejdaga ko'rsatamiz. Savollar bir dona emas, Qidirog'a. Qaysi birini so'raymiz? Xo'p, mayli, o'zing ayt, istaganingdan boshlaymiz. Dinchar. Undan boshlaylik. Bo'pti, borib qarshisiga chiqaylik unda. Bo'lmaydi. Nisanga va'da berdim, bora olmayman. U holda men uni olib kelay. Mana bu yaxshi fikr bo'ldi. Haydar. Dincharni olib kelinglar. Bajaramiz, og'a. Sal qolsa shuncha yillik mehnatim barbod bo'lardi. O'libdimi u? Hali bilmaymiz. Lekin xavf davom etyapti. Menga yaxshi xabar ayt. Bagajni ilma teshik qilishdi, u yerdan tirik chiqishi imkonsiz, afandim. Yaxshi. Siz ham ko'zga ko'rinmang. Ishraf sizni izingizga tushmasin. Xo'p bo'ladi, og'a. Xotirjam bo'lsak bo'ladi.
To'g'rimi? Menimcha shunday. Dincharbey, Nisan xonim keldi. Yaxshi. Mehmonxonaga kirib boryapman. Xo'p, og'a. Marhamat, Nisan xonim. Rahmat. Nisan, xush kelibsan. Salom Dincharbey. Xush kelibsan, Nisan. Xush ko'rdik. Juda yaxshi yangiliklarimiz bor. Bunga ishonaman. Lekin avval siz bilan yolg'iz gaplashsak maylimi? Albatta. Bemalol. Rahmat. Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Pul undiruvchi ishini surishtirdim. Siz aytganingizdek emas ekan. Men faqat eshitganlarimni aytdim. Aniq shunday bo'lgan demadim. Sizni Eshref bilan muammoyingiz bormi? Albatta bor. Nima ekan? Sen. Men ham shu mavzuni biroz gaplashish uchun seni chaqirdim. O'tirmaysanmi? Bu hafta sen uchun bir nechta odam bilan gaplashdim. Onlayn platformalarda. Raqamlar tez o'syapti. Endi keyingi bosqichga o'tishimiz mumkin. Keyingi bosqich nima? Klip ishlaymiz. Eng yaxshi rejissyor bilan gaplashdim. Butun Turkiya seni eshitdi. Endi esa tomosha qilishadi. Ishonchim komilki, go'zalligingga hayron qolishadi. Bilaman, juda qiyin kunlarni o'tkazding. Hamon og'ir damlardan o'tyapsan, lekin aslo klip olmayman dema. Bu yaxshi imkoniyat. Hattoki bundan ham yaxshi imkoniyatlar bor. Nima ekan? Sen uchun duet tayyorlayapman. Xayolingga ham kelmaydigan odamlar bilan. Undan keyin esa albom, undan keyin katta konsertlar. Hammasi tayyor. Ko'rdingmi? Yuzingdan ko'rib turibman. Sen ham buni xohlayapsan. Albatta istayapman. Bu yoshligimdagi eng katta orzuyim. Ajoyib. Ammo bir shartim bor. To'g'rirog'i shartimiz bor. Haligi Nisan, bilasan, biz katta bir guruhmiz. Hissalarimiz ochiq, hamyonlarimiz bor. Afsuski, ko'pchilik Eshref bilan munosabatingdan bezovta. Mavzu yana Eshrefmi? Bunga imzo qo'yishing kerak. Yo'qsa hammasi tugaydi. Nima yozilgan bu yerda? Bir ko'r, o'qib chiq. Lekin keskin javob berma. Avval o'qib chiq, keyin gaplashamiz. Mostbet O'zbekistondagi eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Yuqori koeffitsiyentlar, ishonchli pul yechish va tezkor ilova. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling. Ko'rgan kechirganing shu bo'lsin. Mening uyimda nima ishing bor? Shifoxonaga bora olmadik. Hech bo'lmasa uyga kelay dedim. Yomonmi? Men bilaman sen nega kelganingni. Xavotir olma, u ish hal bo'lgan. Yozuvlarni yo'q qildim. Sog' bo'l. Kel, o'tir, tik turma. Begona emassan, o'z uyingdasan. Uyimga bunday ruxsatsiz kirishing menga yoqmadi. Qo'ng'iroq qildim, ko'tarmading. Men ham biror nima bo'ldi deb o'yladim, ya'ni xabar olish maqsadida. Ko'rinishing yaxshi emas, chiqding. Bu bo'yningdagilar hammasi joyida degan umiddaman. Yo'q, hammasi yaxshi. Bir nechta jarohat bor xolos. Hammasi seni qutqarish uchun edi. Alloh sendan rozi bo'lsin. Sendan qarzdor bo'lib qoldik. Bo'ldi, Qodir. Endi ket. Boshimga balo bo'lma. Oxirgi paytlar asabiy ko'rinyapsan. Prokuror onang charchatgan ko'rinadi. Kechki payt tayyor bo'l, seni ovqatlanishga olib boray.
Qanaqa ovqatlanish? Men ko'chaga chiqadigan holatda emasman. E'tiroz xohlamayman. Qarzdor bo'lishni yoqtirmayman. Men uchun ko'p ish qilding. Muammolarimiz ham bir xil, suhbatlashamiz. Boshqa vaqt boramiz. Yaxshi. Buni va'da deb qabul qilaman. Bo'ldi, Kadir. O'zingni ehtiyot qil. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. O'zi sen yetmay turgan. Bu yerda nima yozilgan? Qayerda? Musiqa bastakori shartnoma amal qilayotgan muddatda jinoyat sodir etgan shaxslar yoki jamiyat tomonidan jinoyatchi deb hisoblangan shaxslar bilan aloqa o'rnatilmasligi va ular bilan omma oldida birga ko'rinmasligi lozim. Menimcha tushunding. Albatta tushundim. Shunchaki Eshreftekni yozganingizda qisqa bo'lardi. Nisan, Eshref senga zarar beryapti. Nega tushunmayapsan? Yaxshi, lekin bu meni shaxsiy hayotim. Kimni qiziqtiradi bu? Bir kun mashhur bo'lganingda Eshref bilan ko'rishish nima ekanligini bilasanmi? Sevib qoldim degani. Lekin noto'g'ri odamni sevding degani. Dincharbey, men yosh bola emasman. Uni kim ekanini juda yaxshi bilaman. Bu shartnomani imzolamayman. Nisan, sendan uzr so'rayman. Biroz qizishib ketdim. Menimcha ham shunday. Lekin bu so'nggi imkoniyating. Senga boshqa taklifim yo'q. Iltimos, biroz o'ylab ko'r. Shoshilma. Faqatgina o'yla. Eshref bilan kelajagingiz yo'q. Men kelajakni o'ylamadim. Rostdan ham havas qiladigan sevgi. Ammo to'g'ri emas. O'zingga zarar beryapsan. Hayotimda qarorlarni o'zim chiqaraman, Dincharbey, sog' bo'ling. Albatta, tushundim. Sendan yomon narsa so'ramayapman. O'ylab ko'rishingni istayman, faqat shu. Bugun og'ir kun bo'ldi, yaxshisi keta qolay. Ha, albatta, kuzatib qo'yaman. Rahmat. Yigitlarimiz tashlab qo'yishsinmi? Yo'q, kerak emas. Taksida kelganda meni kutib turibdi, sog' bo'ling. Xo'p. O'ylab ko'r. Nimani yo'qotishingni o'yla. Mayli. Rahmat. Vaqt kelganda baribir shu yerga qaytib keladi. Endi Eshref ham uni mendan qutqara olmaydi.